İnsanlarni harakatga keltirishning usullari. Avtori Dr. Mamtimin. İngilizceda motivate deydigan bir söz bo'lib, uni turkchada motiv etmek, harakat ettirmek deydigan. Uyg'urchada bu so'zga eng yaqin keladigan so'zlar harakatlantirmak, qo'zg'amoq, rag'batlantirmak, ruhlandırmak, aktivlaştırmak, ilham bermek qatarlıqlar bo'lib, ularning ichida harakatlantirish degan so'z men bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunga eng mos keladigan. Shu sababdan men yozmoqchi bo'lgan maqolamning temasini insonlarni harakatga keltirishning usullari deb oldim. İnsanlarni harakatlantirish deganda asosliqi qanday qilib insonlarni bo'libmi o'ziga ishonchisi bo'lmagan, tushkunlashgan, qiyin ahvolda qolgan, kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotgan va yoki ko'rayotgan kuniga qanoat qilib, hayotida o'zgarish paydo qilish istiki bo'lmagan, ya'ni harakatlantirgich kuchi kam bo'lgan insonlarni mashinaga o't aldırgandek o't aldırıp, ularni o'z hayotida kerakli bo'lgan o'zgarishlarni paydo qilish uchun harakatga keltirishni ko'zda tutmoqchi. O'xshamagan kishilar, o'xshamagan davr va o'xshamagan sharoit ostida qo'llanib kelgan insonlarni harakatlantirish usullari garchi har xil bo'lsa-mu, biroq ularni yig'inchoqlab passiv va aktivdan iborat ikki xil usulga yig'inchoqlashga bo'ladi. Passiv usul orqali insonlarni harakatlantirish usuli deganimiz asosan insonlarni jazolash, qamchilash, g'ururini sundirish, tahdid qilish, qo'rqitish qatorliqlar orqali insonlarni harakatlantirish usuli bo'lib, uningda asosliqi mag'lubiyat, yomon oqibat, xonavayronchilik, hatto o'lim qatorliqlar ko'proq ta'kidlanadi. Aktiv usul orqali insonlarni harakatlantirish usuli deganimiz asosan insonlarni mukofotlash, ilhom berish, rag'batlantirish, g'ururlantirish, umidlantirish qatorliqlar orqali insonlarni harakatlantirish usuli bo'lib, uningda asosliqi maqtash, muvaffaqiyat, cho'ng natija, bayoshat turmush, go'zal kelajak, dunyoga xo'ja bo'lish, hatto o'lgandan keyin jannatga kirish qatorliqlar ko'proq ta'kidlanadi. Undaqda qaysi xil usul bilan insonlarni harakatlantirganda texmi yaxshi unumga erishgili bo'ladi? Bu bir ikki jumla so'z bilan osonli javob bergili bo'ladigan savol emas bo'lib, u insonlarning ijtimoiy o'rni, moddiy va ma'naviy turmush saviyasi, dunyo qarashi, e'tiqodi qatorliq ko'p xil omillar bilan munosabatlik. Men bu savollarga javob berishdan ilgari oldi bilan insonlarning ehtiyoji va o'xshamagan qatlamdagi insonlarni harakatlantirishda muhim rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuch to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. İnsanlarning ehtiyoji deganda asosliqi insonlarning fiziologiyalik va psixologiyalik, ya'ni ruhiy ehtiyojlari ko'zda tutiladigan bo'lib, insonlarning bu ehtiyojlari insonlarni harakatlantirishda, ya'ni insonlarni ma'lum bir ish qilish uchun harakatga keltirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsonlarni harakatlantiradigan harakatlantirgich kuch insonlarning fiziologiyalik va ruhiy ehtiyojlari bilan zich bog'lanishliq. İnsonlarning ehtiyoji deganda aqlimizga oldi bilan amerikalik psixolog Abraham Harold Maslow'ning ehtiyoj daraja nazariyasi keladi.
O nazariyada insonlarning ehtiyojlarini tövəndikidək bir neçə dərəcə yoki qatlamğa ayırğan. İnsanlarning eng ibtidoiy və birinci dərəcəlik ehtiyacı fiziologik ehtiyacı bo'lib, inson oldi bilan hayot yashashga ehtiyojliq və uninglik uchun yemək-ichmak, kiyim-kechak və uxlashga ehtiyojliq. Bu xil ehtiyoj kapolatga ega bo'lmagan bir insonni harakatlantirishda eng cho'ng rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuch qanday qilib shu insonning u ibtidoiy ehtiyojini qondirishdir. Bu xildagi insonlarni harakatlantirishda shu ibtidoiy ehtiyojni qondirishdan boshqa bak cho'ng g'oya so'zlash bakli baldur va unum bermaydi. İnsanlarning ikkinchi ehtiyoji bexatarlik ehtiyoji bo'lib, ibtidoiy ehtiyoji qondirilgan insonlarga nisbatan shu qondirilgan ibtidoiy ehtiyojni qanday qilib uzun muddat saqlab qolish, tinchlik, muqimlik va salomatlik ikkinchi qadamdagi muhim ehtiyojga aylandi. Bu ikki xil ehtiyoj insonlarning asosliq ehtiyoji hisoblanadi. Bu xil ehtiyoji kapolatga ega bo'lmagan insonlarni harakatlantirishda eng cho'ng rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuch qanday qilib insonlar erishgan shu fiziologik ehtiyojni kapolatga ega qilish, tinch va muqim bir muhit yaratish, salomatlikni kapolatlantirishdir. İnsanlarning uchinchi ehtiyoji uylik o'choqliq bo'lish va sevgi ehtiyoji bo'lib, u insonlarning shaxsiy munosabat va do'stlik ehtiyojini o'z ichiga oladi. İnsanlarning to'rtinchi ehtiyoji hurmat ehtiyoji bo'lib, u insonlarning inovat, shon-shuhrat, martaba, muvaffaqiyat va natija qozonish ehtiyojlarini o'z ichiga oladi. İnsanlarning yuqorqi ikki xil ehtiyoji psixikalik, ya'ni ruhiy ehtiyoji bo'lib, u insonlarning fiziologik ehtiyojidan bir daraja yuqori turdi. İnsanlar asos ehtiyojiga erishgandan keyin ondan bu xil ehtiyojga intiladi. Ya'ni asos ehtiyoj kapolatga ega bo'lgan insonlarni harakatlantirishning harakatlantirgich kuchi o'xshamagan darajadagi psixikalik yoki ruhiy ehtiyojdir. İnsanlarning 5-chi yoki eng oliy ehtiyoji insonlarning o'z-o'zini qanoatlantirish, o'z-o'zini mukammallashtirish ehtiyoji bo'lib, insonlarning bu xil ehtiyojining konkret o'lchami va yoki cheki yo'q. İnsanlarning bu xil ehtiyoji o'xshamagan insonlarda, o'xshamagan sharoitda, o'xshamagan davr va o'xshamagan rayonda nihoyatda zo'r farqli bo'ladi. Bu xil ehtiyoj qondirilgan sari cho'ngayib bordi. Bu xil ehtiyoj mutlaq ko'p sondagi kishilarga nisbatan ularni harakatlantirishda eng cho'ng harakatlantirgich kuch hisoblanadi. Boshqalarni bir ish qilish uchun harakatlantirmoqchi bo'lgan har qanday bir odamga nisbatan qanday qilib boshqalarni unumli harakatlantirib, planlagan vaqt ichida ko'zlagan maqsadga yetishda bakli muhim. Bo'libmi ko'zlagan maqsadga yetishning kuchli kapolati bo'lmagan va yoki qilmoqchi bo'lgan ish insonlarning qonuniy majburiyati bo'lmagan ahvol ostida ko'pchilik o'zaro hamkorlashib o'rtaq bir ishni amalga oshirishda ko'pchilikni harakatlantirmoqchi bo'lgan shaxsning insonlarni qanday harakatga keltirishni va ularni qanday qilib rag'batlantirishni bilishi bakli muhim. Agar biz boshqalarni
bir ish qilishga harakatlantirmoqchi bo'lsak, oldi bilan cho'qim tamomlamoqchi bo'lgan konkret ish va u ishni tamomlashning konkret vaqt jadvali bo'lishi kerak. Ikkinchidan, boshqalarni harakatga keltirmoqchi bo'lgan shaxs oldi bilan qilmoqchi bo'lgan ishni o'zi bosh bo'lib qilishi, o'zi qilishni xohlamagan yoki o'zi ishonmagan ishni boshqalarni qilishga chaqirmaslik kerak. Uchinchidan, insonlarning his tuyg'ularidan muvofiq foydalanish kerak. Qo'rqitish, tahdid silish, g'ururni tushirish qatorliqlar passiv, salbiy usullar bo'lib, ba'zida ular insonlarni harakatga keltirishda muhim rol o'ynaydigan harakatlantirgich kuch hisoblanadi. Ularni muvofiq qo'llanganda insonlarni unumlik harakatga keltirgili bo'ladi. Biroq, agar insonlarda qo'rqincha, vahima, umidsizlik paydo bo'lsa, aksincha insonlar o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotadi va harakatga kelishdan voz kechadi. Shunga eng yaxshisi aktiv va ijobiy usullarni asos qilib qo'llanish yoki passiv va salbiy usulni qo'llanish zarur bo'lgan. Ular bilan aktiv, ijobiy usullar orasida yaxshi bir tangponglikni saqlashi, insonlar orasida qo'rqincha, vahima va umidsizlik paydo qilishdan saqlanish kerak. To'rtinchidan, harakatga keltirmoqchi bo'lgan insonlarga qilmoqchi bo'lgan ish yoki yetmoqchi bo'lgan maqsad, nishonning sababini tushuntirish kerak. Masalan, agar ma'lum bir ishni qilmasak va yoki ma'lum maqsadga yetmasak, balkim biz xizmatdan ayrilib qoladiganligimizni yoki kelishim bekor qilinadiganligini, shunga qilmoqchi bo'lgan ishni vaqtida o'rinlashning nihoyatda muhim ekanligini ta'kidlash kerak. Eng yaxshisi ko'rsatgan sabablar bakla salbiy va yoki tahdid shaklda bo'lmasligi, uningdan qo'lga keladigan ijobiy natijani asos qilib ta'kidlash kerak. Insonlarni harakatlantirishda rag'batlantirish usulini qo'llanish bak muhim. İnsanlarni rag'batlantirishda tövəndiki 5 qadam bosqich alohida ahamiyatga ega. Birinchidan, qilmoqchi bo'lgan ishda yoki yetmoqchi bo'lgan maqsadda boshqalarni harakatga keltirmoqchi bo'lgan shaxs oldi bilan o'zi ulgu bo'lish va o'zini harakatga keltirish kerak. Boshqalarni harakatlanishga chaqiriq qilgan shaxsning shaxsiy axloq fazilati, xalq orasidagi hurmati va inovati insonlarni rag'batlantirishda va harakatga keltirishda bak muhim rol o'ynaydi. Boshqalardan yaxshi natija kutishning eng yaxshi usuli oldi bilan o'zi yaxshi natijaga erishishdir. Ikkinchidan, muvaffaqiyat qozonganlarning hikoyasini va ish izlarini so'zlash. Hikoya so'zlash garchi kishilarga konkret nima qilish to'g'risida ko'p narsa o'rgatmasimi, biroq boshqalarning tafakkur qilish va o'ylash qobiliyatini yuqori ko'tardi. Uchinchidan, kishilarni o'zining qobiliyati va iqtidori bo'yicha ish ko'rishga, ya'ni o'ziga yarasha tirishchanlik ko'rsatishga chaqiriq qilish kerak. Eng muhimi, rag'batlantirmoqchi bo'lgan insonlarga ularning qilayotgan ishining nihoyatda muhim ekanligini, agar planlagan ish yoki yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetsa, ularning jamiyatga texmi cho'ng tuhfa qo'sha oladiganligini ta'kidlash kerak. Ya'ni, ularning rolini jazmlashtirish kerak. Agar siz buyuk ishlarni qila olmasangiz, kichik ishlarni buyuk qiling. Napoleon Hill. To'rtinchidan, boshqalarga ishonish, ya'ni o'zining
rag'batlantirmoqchi bo'lgan kishilarga har zaman ishindığanligini bildirish kerak. Ulardan gumonlanish tuyg'usini berib qo'yishdan saqlanish kerak. O'zaro ishinish insonlarni rag'batlantirishda alohida cho'ng rol o'ynaydi. 5-dan rag'batlantirmoqchi bo'lgan kishilarni belgilik darajada qiyinchilikdan g'olib kelishga, o'zaro musobaqalashishga undash kerak. İnsanlarga berilgan vazifa bilan ularning qobiliyati o'zaro moslashishi kerak. Agar boshqalarga qobiliyatidan to'van vazifa berilganda, ularga berilgan vazifa ularning iqtidorini joriy qildira olmaydi. Bundaq ahvolda ularga ilhom berishning unumi bo'lmaydi. Agar ularga berilgan vazifa ularning eng yuqori qobiliyatidan ko'p yuqori bo'lganda, ularda qobiliyatsizlik tuyg'usi paydo qilib qo'yishi va o'ziga bo'lgan ishonchi tövəllab ketishi mumkin. Har qandaq insonning muvaffaqiyat qozonishi ichki va tashqi omillar bilan munosabatli bo'lib, uni texmo konkret qilib aytganda, bir shaxsning har qandaq bir ishni vujudga chiqarishi, uning talanti yoki tug'ma qobiliyati shu shaxsning tirishchanligi va shart-sharoitiga, ya'ni tashqi muhitga bog'liq. Qilmoqchi bo'lgan ish yoki planlangan vazifa, nishon shaxsning iqtidoridan ko'p to'van bo'lganda zerikishlik kelib chiqadi. Qilmoqchi bo'lgan ish yoki planlangan vazifa, nishon shaxsning qobiliyatidan bak yuqori bo'lganda ziyoda kuchash, mag'dursizlik kelib chiqadi. Natijada o'ziga ishonmaslik, ümidsizlik paydo bo'ladi. İnsanlarni unumlik harakatlantirish uchun tuvandagilarga alohida diqqat qilish kerak. Oldi bilan harakatlantirmoqchi bo'lgan kishilarning mas'uliyatini aniq bildirish kerak. Mukofotlashni va taqdirlashni ta'kidlaganda, pulga va ma'lum foydaga bak zo'rlab ketmaslik kerak. Chunki agar ma'lum miqdorda pul va yoki foydani boshqalarni qo'zg'atishning asosliq harakatlantirgich kuchi qatorida qo'llanganda, maqsadga yetgandan keyin, ya'ni shu pulga va yoki shu foydaga erishgandan keyin o'xshash miqdorda pul yoki foyda bilan ularni davomli harakatlantirish mumkin bo'lmay qoladi va yoki talab o'zliksiz yuqorilab mangadi. Shunga insonlarni harakatlantirmoqchi bo'lganda, harakatlantirgich kuchni muvofiq tanlash, ularni foyda uchunla bir ish qilishga ko'ndirib qo'yishdan saqlanish kerak. Eng muhimi, ularda mas'uliyat tuyg'usi paydo qilish kerak. Masalan, mukofot insonlarni faqatla shu mukofotga erishish uchunla harakatlantirdi. Mukofotga erishgandan keyin ular harakatdan to'xtaydi. Mukofot tugaganda harakatlantirgich kuchmo yo'qaydi. Ikkinchidan, harakatlantirmoqchi bo'lgan insonlarga o'zining va o'zi qilayotgan ishning muhimligini his qildirish kerak. İnsanlar o'zlari his qilmagan, ko'rmagan va tuymagan ishlar uchun tirishchanlik ko'rsatmaydi. İnsanlar faqat qilmoqchi bo'lgan ishning, yetmoqchi bo'lgan nishonning muhimligini, o'zining u nishonga yetishda nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligini his qilganda, tuyganda va yoki uni tunib yetganda, ondan u ishni qilish yoki u nishonga yetish har qancha qiyin bo'lsa-mu, uningga tirishchanlik ko'rsatadi. İnsanlarga yaxshi muomala qilish, ularning dardiga quloq solish va ularning dardiga darmon bo'lish insonlarni harakatga keltirishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi.
Bizdə yaxşı söz taşni eritər deydigan ati sözü bar bo'lib, insonlarga yaxshi muomalada bo'lish ularni qo'zg'ashning kuchlik qo'zg'atquchi kuchi hisoblanadi. Haddidan ziyoda ayiblash, ta'na qilish va boshqalarni o'sal holatga tushirish ko'pincha holda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, qo'lga keltirgan natijalarni o'rtoqlashish, boshqalarni umidlantirib turish kerak. Tuzilgan qisqa, o'rta va uzun mezgillik planlarning har bir bosqichi tamomlanganda, uni tabriklash, uningdan o'rtaq bahramand bo'lish va u natijalar orqali boshqalarning aktivchanligini qo'zg'ash bak muhim. Ijobiy va salbiy usul orasidagi tangpungliqni yaxshi saqlab, bu ikki xil usulning qaysini qo'llanishni konkret ahvol va konkret insonlarga qarab konkretlashtirish kerak. Mag'lubiyatlarni bak ta'kidlab, kishilar orasida vahima, qo'rqinch paydo qilishdan va yoki boshqalarga tahdid solishdak salbiy usullarni qo'llanib, kishilar orasida umidsizlik va ro'yi tushkunlik paydo qilishdan saqlanish kerak. G'ururliq va har zamon o'zini eng kuchli qobiliyatli sanaydigan insonlarga nisbatan passiv va salbiy usullarning salmoqini belgilik darajada oshirish. Ularga mag'lubiyatning oqibatini har zamon eslatib turish kerak. Allburun ro'yi tushkunlashgan va oson umidsizlanadigan kishilarga nisbatan eng yaxshisi aktiv usullarni asos qilib qo'llanib, ularni umidlantirib turish kerak. Passiv va salbiy usullarni ko'p qo'llanishdan saqlanish kerak. İnsanlarni harakatga keltirishda eng muhimi e'tiqodni kuchlantirish, o'rtaq nishon turg'izish va umidvor bo'lish kerak. Umid demak, atrofni qorong'ulik bosganda bir tal chiroqning nurini ko'rolmak demakdir. Umid demak, tez eqiyotgan daryoda qo'limizga ilinashgan bir tal yog'ochdir. Әмді өзімізді мәвжуд ahvollarga nazar soldigan bo'lsak, hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatandagi vaziyatning ig'irlashishiga ergishib, Turkiya va G'arb davlatlarida elib berilayotgan Uyg'ur da'vosi texmi yuqori pallaga ko'tarildi. Burun da'voga yaqin kelib boqmagan ko'plagan xalq da'vosi beqitildi. Nurg'un davlatlarda har xil faoliyatlar ilib berilmoqda. Guvohlik berish, leksiya so'zlash qatorliqlar kuchaytirilmoqda. Biroq bularni erkin dunyoda yashayotgan umumiy nupusimiz bilan selishtirganda bizning harakatga kelish ahvolimiz yanada yetarli emas. Farzimcha Turkiyani o'z ichiga olgan demokratik va G'arb davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning soni eng tuvan mo'ljallanganimi 50 mingdan ortiq bo'lishi mumkin. Biroq demokratik erkin davlatlarda bo'layotgan namoyish va har xil faoliyatlarga qatnashib da'voda belgilik rol o'ynayotganlar yuqorqi sonning 10%ni egallashi, ya'ni 5000 atrofida bo'lishi mumkin. Ularning ichida alayda aktiv rol o'ynayotganlarning soni hammamizga ayon. Mundaqcha aytganda 80-90% xalq texi asosan harakatga kelgani yo'q. Undaqda vatandagi vaziyat kun sayin ig'irlashyapsa, erkin dunyoda yashayotgan shuncha ko'p kishilar nima uchun texicha uyg'onmaydi? Ular nima uchun harakatga kelmaydi? Ular haqiqatan vatandagi vaziyatning ig'irligini texicha tunib yetmayvatamdi. Ular haqiqatan
Biz jim o'ltirsaq, vaziyat yaxshilandi. Urug' tuqqanlarimizga ziyon kelmaydi deb qaramdi. Mening qarshimcha, vatandagi vaziyatning ig'irligini to'nib yetmaganlar ko'p emas. Jim o'ltirsaq, vaziyat yaxshilandi. Uydagilarga ziyon kelmaydi deb qaraydiganlarmi ko'p emas. Ko'p bo'lg'ini biri ro'yi asoratda yashayotganlar, ya'ni ro'yi qulluqdan texi qutulolmayotganlardir. Bu hargizmi insonlarning o'z xohishidan bo'lgan ish emas. U Xitoy hokimiyati yaqinqi 60-70 yil jarayonida 2-3 avlod Uyg'urlar orasida elib borgan har xil harakat va bostirish sababidan kelib chiqqan ro'yi zaxma, ya'ni travma tufaylidan paydo bo'lgan yomon oqibat va benormallik. Bu xildagi insonlarning ro'y holati noit ziddiyatlik va ehtiyotchan bo'lib, ba'zida ushtumtut jasoratlanib ketadi, biroq o'zini to'xtatib olib, obdan o'ylangandan keyin qilgan ishidan pushaymon qilib, o'zidan o'zi andish qilishga boshlaydi. Ba'zida hatto tasodifiy yuz bergan munosabatsiz kelishmaslik va yomon oqibatni o'z qilmishiga bog'lab, u kelishmaslikning yuz berishining savalligini o'zidan ko'rdi. O'zini ayblaydi va uningdan keyin texmi ehtiyot qilishga va'da berdi. Hatto normal ijtimoiy aloqa qilish va vaziyat to'g'risida o'z ko'z qarashini o'ttirib qo'yishdanmi alohida ehtiyot qiladi. Ko'p bo'lganlarning yana biri tuxumni tashqi urg'ili bo'lmaydi deb qaraydiganlar. Ya'ni kelgusiga ishonchisi yetarlik emas, umidsiz va ro'yi tushkunlashganlardir. Bu xildagi insonlar ko'pincha ahvolda jamoatga ko'p aralashmaydigan, ko'p so'zlamaydiganlar bo'ladi. Ular davomliq horg'inlik his qiladi. Ro'y kayfiyati tövan bo'ladi. Ularning o'g'inish va xizmat unumi tövan bo'ladi. Ahvoli ig'ir bo'lganlar vatandagi urug' tuqqanlari duch kelgan fojialarga qarta hech ish qilolmay, qo'lini qo'shtirib turganligidan hatto azoblanadi va o'zini gunohkor hisoblab, o'zini o'ltirib olish, hamma ishdan biroqli qutulishni o'ylaydi. Men o'tgan yili to'rda 2 qatim ro'y sinash elib borgan edim. Uningda siz o'zingizni o'ltirib olishni o'ylab baqdingizmi deydigan bir savol bor edi. Uningga berilgan javob tovandikicha. Birinchi, azaldan o'zimni o'ltirib olishni o'ylab baqmadim. Ikkinchi, ba'zida o'zimni o'ltirib olishni o'ylayman. Uchinchi, davomliq o'zimni o'ltirib olishni o'ylayman. To'rtinchi, javob bermaganlar. Ro'y sinashga qatnashuvchilar ichida davomliq o'zini o'ltirib olishni o'ylaydiganlar 4% bo'lib, ba'zida o'zini o'ltirib olishni o'ylaydiganlar 8 oy ichidagi birinchi qatimliq ro'y sinashdagi 14%dan ikkinchi qatimliq ro'y sinashdagi 19% ga ko'paygan. Ro'y sinashga qatnashganlar ichida o'zini o'ltirib olishni o'ylab baqqanlar jami 23% ga yetgan. Amerikada o'zini o'ltirib olishni o'ylab baqqanlarning nisbati 3-9% bo'lib, Uyg'urlar ichidagi o'zini o'ltirib olishni o'ylab baqqanlarning nisbati u nisbatdan 6 hassa yuqori bo'lgan. Mayli ro'yi asoratda yashayotganlar bo'lsin va yoki ro'yi tushkunlashgan insonlar bo'lsin, bundaq insonlarni harakatga keltirishda agar biz hissiyotimizga tayanib ularni ayblasak, haqoratlasak, ularga
təhdid qılsaq və yoki qorqunuşluq oqibatlarni ko'p ta'kidlasak, ularga passiv və salbiy usullarni ko'p qo'llansak, hargizmo ko'zlagan unumga erisholmaymiz. Ular bizning tushunishimizga, esdashlik qilishimizga, ko'yinishimizga va samimiy yordam qilishimizga muhtoj. Ular o'zlarining u ojizligini to'nib yetishga va ulardan asta-asta g'olib kelishga ehtiyojliq. Ular umidlanishga, o'z-o'ziga bo'lgan ishonchisini qaytadan tiklashga ehtiyojliq. Umidvorlik insonni muvaffaqiyatga ilib boradigan ishonchdir. Umid va ishonch bo'lmasa, hech nimani vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi. Helen Keller. Biz cho'qim o'zaro ayblashni va o'zaro dushmanlik qilishni to'xtatishimiz, tarixdagi ochiq saboqlarni yakunlashimiz, o'zaro ittifoqlik va o'zaro hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. 2019 yil 1-oyning 25 kuni.